Men 1988 ayda Amerika'ya geldim. Amerika'ya gelip, yani Amerika tarihinde birinci kıtımda, yani Şarkı Türkistan halkı vakaleten siyasi banalıktırgen adam men. Bu benim fikrim emas, benim kıyasım emas, Amerika hükümetinin ki belki cevabı şu oldu. Yani sen dedi, Anvar Yusuf, senin Şarkı Türkistan'da padırlanan işgal, Xitay'ın işgalı aslındaki şu rayonda dedi, bölgeye vakaleten tarihte biz seni gördük dedi, siyasi banalıktırgen insanı. Senden başka yani yurtumuzdan kelgan insanlarni anlagan, lekin o da başka yoldan ketgan. Mesela köçmen bo'lib ketgan ular. Men Amerikaga kelsam 5-6 adam bor ekan. Lekin o da köçmen bo'lib ketgan. Bir dakika. Ya o'qig'ida. Köçmen bo'lib, yani muhacir bo'lib kelgan ekan. Alo, assalomu alaykum tursun. وعليكم السلام. رئيس وزراء حكومة منفى تركستان الشرقية في أمريكا. مو إنسان بسيط هذا. ما شاء الله. إنسان دولي. من لكن هذا الدنيا كيرده. أحمد كيرده. هذا تأشيرة. ليش كني؟ هذا تبيش تأشيرة الفين. للعمرة. يمكن عطوه ما ادري ليش ما يعطوه، المفروض ما يعطوه علشان هو رجل سياسي، لكن كيف عطوه ما ندري عنه، يمكن عندهم فكر ثاني ما ندري. Şunun biri men bu Amerika'da demek ama insanın yurttan ayrılıp çıkış gayet okşamaydı. Sebepleri okşamaydı yani. Benim yurttan ayrılışımdaki sebep, ular mı Amerika'ya girişimdeki sebep, bizim vatanın ki davası. Ular mı yurdumuz Şarkı Türkistan'ın istiklal davası. Bir dünya anlatmak, halkara anlatmak. Muşu məqsəd gəlirdi. Gerçi bizim bu dava, mesela Türkiye'nin asaslayan bir kısım devletlerde, Orta Asya'da azrak, yani oradaki Suudi Arabistan'da azrak, yani Türkiye'nin asaslayan bir kısım devletlerde azrak bilingen olsun, lekin asas cihati bilinmeyen bir davadır. Yani. Demek men bu davanı Amerika'da başta şu yani nima qilgan asosda, merkez qilgan asosda dünya xalqi davoni anlatmak için Amerikaga bordi. Amerikaliklar o'yadi ulaşgandan keyin davoni boshlab bir qancha yillik yani jafolik mücadeledan keyin demek bu davoni yani çıkılarlatıp öndürdük. Asar da doktorunu değil çünkü sahanımız az. Başka şarayetlerimiz yer vermiyordu. Şimdi olsun Allah razı olsun şu Suudi Arabistan'da buldum yani 50 yıl bulundum. Mesela Xitay'ın bizim yurtumuz Türkistan'ı işgal kılışı burun. Şekili buluşup kalkan mesela Hüseyin Karım, İslami, Abdülkadir Hacı Ahmet, Türkistani Henderson'un çoğundadanlar, Abdülkadir İbrahim, bu Tatarlık vatanperver yurttaşlarımızın ki destek veren bu davanı başlap, bu da 1995'te Washington'da, yani dünyanın siyasi merkezi olan, bütün dünya davasının siyasi merkezi olan Washington'da biz bu davanı başladık. Yani resmi siyasi teşkilat kurup, resmi ofis kurup, mektep kurup, oturup başlar. Demek bu davanı müşahede etkiledik, azı kısa diye. Çünkü doğru bundan keyin biz bu başlagan vaqtda yalnız olsak mı, keyin nurg'un qarindoshlar qaytuvdi bu da'vo.
Hemimiz bilgende ketildi, yurtun içinden çıktı, başka dünyanın her kaysı caylarından yani yurtun burun tankıp çıkettiler. Yani yığıldı, toplaştık, bunun bilen her türlü yol bilen davanı kılıp azık vaziyette geldi. Allah razı olsun. İşte bunun azık vaziyeti karga vaxtıda, burun vaziyeti karga vaxtıda azık vaziyette çok özgürlüş var. Lekin dünya vaziyetinden tırıp ettiği vaxtıda bular bizning Sharqiy Turkistonning vaziyatidan qilib aytgan vaqtda bizning Sharqiy Turkistonning da'vosi dunyodagi hamma da'vodan ustun turgan bir da'vo. Maalesef uni biz anlatamadık bütün dünyada. Şaraitlarımız aciz, düşman güçlü meselemde. Devamlı bizim aldığımızda meselemde. Düşman ve milli münafıklarının ki buzgunçılık kılıç sebebidir. Demek hak dava kümünlük. Demek başka davalı oturuga çıkan olsun, demek hak dava oturuga çıkanmadı. Demek bu hak, Türkistan'ın hak yani istiklal, müstakillik davasını oturuga çıkmak için devamlı mücadele kılıyoruz. Men Enver Yusuf Durani, benim muş mücadeleni oturuga çıkış için, tanıtış için mücadele kılıyorken kardeşlerimizden, şu kardeşlerimizden bir sebeple bazıda aldı demandım, bazıda oturdu demandım, bazıda keyindi demandım. Tabii neye maslaşkan olsa, hem muş niyetle, muş maksatta inşallah bulunduğumuzda girişçe yani yeter müddetli olmak kurtulmuş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siz hakikaten de bu millet için bir kişi bir işler kılış gerek olsa şunu Allah şu bazı insanların kallap durup şuna vaziyetini sürdürürken ve kılınırken siz şuların birisi. Çat elde sürgün hükümetine kuruşuna silginiz bitken kurdular doğru. Ama bu şu kurgandan keyin sizin baş ministerlikte ilip taşınırçılara bu onundan keyinki şu ahvallarda özlerindeki yalnız kalganlara emas dünya siyaset sahnesine bilip duruyordu medende. Siz bununla qanday qaraylar? Nayet yaxshi bir fikir, nayet yaxshi bir savol bu. Haqiqiy ixtiyor muxbirdek savol so'radi. Bundan bu savolni boshqalar bir-biridan so'radi necha vaqtdan beri. Lekin birisi kelib mana bularni masalan o'zimizning ichidan, o'zini Sharqiy Turkistonlik sanagan bir vatandoshimiz kelib, mushundaq savolni so'raydigan madan bo'lmadi. Davomli bular her altında kimliksiz, isimsiz, niqab bilen her türlü bizge mesela sualını taşlagan oldu, lekin bu sualına cevap vermedi. Çünkü kimliksiz, kimlik enek olmayan bir kişiye, bir organga mesela ya bir grup bir insanga cevap verişinin yüze xuddi avağı gapirgan bo'lib o'xshash, avağı mushatdan bo'lib o'xshash. Şunun için hazır kadar biz buna resmi olarak bir cevap vermedik. Ama resmi muşundak sualını soran kardeşlerimizle etrafımızdaki yüzümüzden yurttaşlarımız olsun, ya ki bulmasa biz yaşavatkan mesela, biz ikamet kılıp yaşavatkan Amerika'daki başka gayri milletler olsun, bunlar bizden samimi yerimizde gelip mail telefonda, mail yüzaki görüşeş olsun. Muşunda sualını soralım, anlattık bu da işini. Mesela bizim cevabımız şu oldu. Mesela benim cevabım. Bu bizim hükümet kuruşumuz. Hükümetine kurgandan keyin hükümetning runak tepişi, yoki onunki runak tapanmaslığı, onun yıkılışı. Mesela şahsen mening hükümette muhim rol oynashim, başbakan bo'lishim yoki bo'lmasligim masalan bularning hammasi yani bu tabiiy bir masala, tabiiy masala buning hammasi. Buningda bularmi biz uchun tabiiy bir normal bir masala. Chunki biz bu Sharqiy Turkiston hükümetine Xitoyga qarshi qurdik. Xitoyga qarshi Xitoy hakimiyetine karşı kurduk bunu. Xitoy hakimiyetine karşı bizim
yurtimiz Şarkı Türkistan'ı Xitaydan tartib ediş. Xitaydan qaytarib ediş uchun qo'llab milliy bo'ldi Şarkı Türkistan sürgünlüğünü. Bu Şarkı Türkistan sürgünlüğünde adetki mesela teşkilat bilan o'xshamaydi. Nurg'un insonlar buni yani farqlantirishni bilmaydi mesela. Xuddi buni boshqa bir tashkilotlarning o'rnida o'xshash muomala. Bu undaq emas. Bu bizning bu organ bizning yurt ichida mesela 1933-yilda Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va undan keyin 1944-yilda G'o'ljada qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining varisi masalan. Şu bizning ota-bobolarimiz vatanning ichida qurib buni taraqqiy qildiranlar. Hükümet yo'qotildi, vayron qilindi. Hamda biz buni vatanning ichida garchi buni qurolmasakmi, ularning qilmoqchi bo'lgan bu ulug'vor milliy faoliyatlarini ya'ni davomlashtiramizakmi, ammo yurt beshi deganimizda ularmi Amerikadagi masalan bizga imkoniyat bergan. Bizning milliy mücadelemizga yani meydan açıp bergen mesela çoğun bir xalqaro bazada bizden bu haqiqiy davani o'ttirib qo'yishimiz zarur. Zarur bo'lgan vaqtda biz buni tashkilot oldida emas, biz buni bir hukumatning varisi sifatida biz 35 milyon Sharqi Turkistonlik musulmon xalqining vakillar sifatida o'ttirib qo'yish zarur bo'ldi. Şunun için bunu kullandık ki bunun Xitay dıştırına koyulan karşı çıktı. Bu tabii bir mesele. Bunun biz hayran kalmayımız yani. Acayip şundan kıl derler. Hatta bizge karşı çıkışta Xitay yani tarihten beri yüzüne kullanıp kilovattan yani üzümüzden yeri veren üzümüzden kuşunu buluş. Parçalap idare edilir. Bu siyasetin kullanış arkalık bizge karşı çıktı. Bunun hem hayran kalmadı. Karısınız, bizim aldığımızda karısınız, yüzümüzden yurttaşları var. Karşı kıravat, bizge destekçi olmakçı olan kırdaşlarım oldu bizden. Lekin karısınız bizge karşı çıkavatkan. Muşundak bir hükümet kurulması iken, ortaga çıkması iken, hiç kim anlaması iken, dünyada tanınması iken degan yanımızdan şu. Şundan bir emas mı? Biz haktım oldu şu. Bunun yana hayran kalmadı. Çünkü tarihten biri bulak bilevattan iş bu yani. Tarihten biri Xitay bizni bu beşimizde bomba taşıyar, avtomatlarımızda kırıp, idare qilgan emas, tarixdan biri bizni Xitoy o'zining o'rindiqida kim o'tirib turib, o'zimizning ojizligidan foydalanadi. Psixologiyalik o'zimizningki xarakter, ojizlik xususiyatimizdan foydalanib turib, nodonligimizdan foydalanib turib biz idora qilgan. Daxil Ayşem Xonni, Fatma Xon qilsalar, mushundaq idora qilib bergan. Şunun için bununla hayran kalmadı, hükümet kuruldu, Xitay bununla çıçanşıdı, karıştırdı, bunun hayran kalmadı. Hatta onun da karşı çıkışta hükümetini yoktunuz diyen bir niyetle yüzümüzden karındaşlarına saldı, selavatı bununla hayran kalmadı. Hatta hem de hükümet meselesi kese hükümet kuruldu. Hükümet kurulanda hükümetinin beşimi, hükümetinin mesela kuruluşu da açıkçılık rol oynayan kişi mi? Kurgan kişi mi yani? Totoğra bunun etrafında bir kısım Şarkı Türkistanlı kırındaşlarımız bununla hemkarlaştı. Allah razı olsun. Bunu biz biliriz mesela. Men Türkiye'den de olsun, Uygurlar olsun, Kazaklar olsun, hatta Avustralya'daki bizdeki kırındaşlarımız bunun için yaşanılan Ahmet İgenberdi'den tartib olsun, bununla iştirak kıldı. Lekin bu işni baştan ahir bilallar. Buni xaritalaştırıp, buni o'ttirib qo'yib, xalqimizning ra'yini elib,
tarix boyunca yani tarix asasen xalqimizninki orzusiga asasen buni dunyo bozoriga serish xalqaralashtirishda masalan bu hareketning peşine men bayan bunida anda bo'lgandan keyin agar bizning millatda bizning xalqimizda bo'libmi hukumat qurish jarayonida bizning atrofimizga kelgan men mustaqilchi istiqlolchi deb biz bilan bir safda turgan qarindoshlarimizning ichida demak vijdonliq iymonliq qarindoshlarimizning soni chiqroq bo'lgan bo'lsa masalan hozirgidek masalan sizlarning xabarlari bor boshqalarning ham xabarlari bor kelishmasliklar masalan shunda ama bu ishlar ancha bo'lmay ya'ni buni oldindan bo'lgan gapdi lekin biz xalq bizni asrlar شرط كيف تعال سك هذا عشان صوت يا آواز أولون ما يجي ما نقدر نتر هذا شغال بس آواز أولون ما يجي كنا bizning xalq dunyodagi eng bechor xalqning birisi bo'lib qoldi yaqingi tarixda. Ya'ni bechorlikdan boshqa bizning butunlay bir xarob holda qoldik. Bechorlik boshqa, amalsizlik boshqa, ojizlik boshqa, ammo insonning xususiyatida xarakterdagi o'zgarish. Masalan, zaiflik, iymonining zaiflab ketishi, vijdonining ya'ni mavjud bo'lmaslikka iymon bilan birlashib. Endan keyin mana bu sababdan ya'ni har turli masalan hatto bir ishni qilib chiqish emas, tuzish emas, bir ishni qilaman deydigan insonlarga masalan to'zaq qo'yish, qilmoqchi bo'lgan, tuzmoqchi bo'lgan insonlarning ishini buzish. Bunun bilan mashg'ul bo'lgan insonlarning soni davomli ish qilaman, ishni tuzaman deydigan insonlarning sonidan ya'ni ortiq. Shundaymi shunaqa emasmi? Bunun sababi nima degan vaqtida bularning bizning o'sha eng oxirgi 2 asrdan ko'proq ekan 250 yillik mustabidlik tariximizda masalan biz davomli nimani ya'ni Xitoyning ishg'olini hisobga tutilgan vaqtimizda gapni qisqartiriblar kommunist Xitoy 1949-yilda bizni ya'ni besib olgan deb buni anglashimiz ham. Bundan oldinroq o'tishga to'g'ri kelsa, biz bu tarix Mongol imperatorligining cho'kishi, masalan 16-17 asrning boshida. Buning cho'kishi bilan barabar Manchu imperatorligining masalan qurilib o'tirib chiqishi, mushu jarayonda biz Sharqiy Turkiston bu boshqalarning ajnabiylarning qo'liga chiqib ketdi. Ya'ni bularningki bo'yantiriq ostida qoldi. Shundan beri 250 yillik bizning qulluq tarixi hisoblangan. To'g'ri bu jarayonda biz bir muddat, qisqa muddat ya'ni 19-asrda bir qatam ma'asir 2 qatam degandek bir istiqlol, ya'ni mustaqil davlat bo'lib yashadi qisqa bir muddat. Masalan, Yaqubbek davlatning vaqtida masalan 14-16 yil. Shundaymi? Endan keyin 6 ay hüküm sürdü bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, Kaşgar'da kuruldu. Endan keyingisi mesela 2 yıl hüküm sürdü. Endan keyin bu Xitoy bilan urush ikisi birlashib bizni tinchlik bitimga majburlaydi. Shunda bo'lsin yana bizningki mustaqil Sharqi Turkistonda qurilgan bu Sharqi Turkistonda ta Xitoy ishg'oli ostida qoldi. Ishg'ol qilganga qadar davomlashib 5-6 yil davomlashdi. Buningki u bir milliy inqilobning g'alaba qilishi, ozroq g'alaba qilishi, yerim g'alaba qilishi, buning butunlay g'alaba qilishi, qisqa muddat hukm surishi yoki uzun muddat hukm surishi bu muhim masala emas. Mayli qisqa muddat hukm sursin, mayli uzun muddat hukm sursin. Hatta bir kun hukm surib chiqarib ketishi mumkin ba'zilar. Bir ay hüküm sürüp çıkılışı mümkün. Bazı milli inqilab
bir qancha ay hukm surib, masalan, endi Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatida ekan. 6 ay hukm surdi, shu qadar, ya'ni yüz minglarcha xalqning shahid bo'lishi bilan qurilgan hukumat Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati 6 ay hukm surdi. Endan keyin Rus bilan Xitoy ishqisi qanday bo'ladi? Hukumatni tamamen yo'qdi. Ammo bu yerda bizning faxrlanadigan, bizning ya'ni ibrat oladigan ishlarimiz, ya dars oladigan narsamiz nima degan vaqtida xalqimizning ruhi milliy inqilobni davomlashtirdi. İnsan her qanday inson yiqiladi. Her qanday millat yiqiladi. Her qanday imperatorlik yiqiladi. Bu yiqilish boshqa, yiqilgandan keyin qanday qo'pash masalasi. O'tmishdan qanday ibrat elish masalasi bor. Shuning uchun biz bu hukumatni qurishda hech bir zaman, ya'ni biz hukumatni Washingtonda quryapmiz. Buningla bilan biz yana hech qanday to'sqinlikka uchramaymiz. Biz yani en ahirki hedefimiz bo'lgan, en ahirki g'oyamiz bo'lgan Sharq Turkistonning istiqloliga erishib ketimiz, uning temelini, asosini hozirlaymiz bilmadik. G'oya shu. Sharq Turkistonning tarixiga asoslanib turib, ya'ni Sharq Turkistonda chiqadim qurilgan, shu asrning o'tgan asrning ichida keyin qurilgan Sharq Turkistonning istiqloli uchun yani mücadele qilish, uning uchun hukumat qurish, vatanning ichida qurilmagan hukumatni yurtning sirtida qurish orqali xalqimizni shuning atrofiga to'plash. Asos qonun qurish. Asos qonunni biz vatanning ichida qurolmaymiz. Vatanning ichida qurgan asos qonun Xitoyning qonuni. Xitoyning asos qonuni hech bir zaman bizning asos qonun bo'lmaydi. Bizning manfaatimiz uchun yani ishlamaydi bu. Faqat Xitoy manfaati uchun. Shuning uchun biz bu yerda bir asos qonun qurish orqali. Bu asosda Sharq Turkiston xalqining hurriyat uchun, mustaqillik uchun kurash qilish. Bu maqsad qurdik, e'lon qildik, dunyoga e'lon qildik. Bu orqali ya'ni millionlarcha xalqda demak Sharq Turkiston deydigan mushundaq davlatning mavjud ekanligi. Bu davlatningki tarixdan beri eng oxirgi 250 yillik mustamlik hayotini yaşamını hesap qilmaganda buning tarixdan beri bu tuproqning Sharqiy Turkiston deb ataladigan Xitoyning masalan g'arbiy shimolidagi hozirgi Xinjiang deb atalayotgan bu rayonning yani 35 milyon musulmon xalqining Türk Uyg'urlarni asos qilgan Türk musulmon xalqining yani muqaddas da'vo ekanligini. Bu xalqning butunlay o'zininki tuprog'iga sahib chiqishi. Eningdan keyin mustaqil davlat qurishi. Xuddi dunyodagi 200 dan ortiq masalan mustaqil yashayotgan boshqa xalqqa o'xshash mustaqil hur yashash huquqimizning tamoman bizning o'zimizning huquqimizning bor ekanligini dunyoga namoyon qilish uchun hukumatni qurib chiqdi. Bo'lgandan keyin demak bo'lgandan keyin biz kanimizga xabarimiz bo'lgandek har turli to'sqinliklar chiqdi. Buningda o'zimizning xalqi qaramoqqa buningda o'zimizning xalq qarshi chiqayotgandek xushonlayotgandek masalan turgan bilan bu xalqim bizga qarshi chiqayotgan xalqning keyinda Xitoy bor. Sizning demoqchi bo'lganlar, mening bu hukumatni o'zim qurdim. Asosan men qurdim odam yig'ib. Qurgandan keyin meni chiqarishlik sabab men kishini to'g'ri tanlayolmabdiman, atrofimni to'g'ri tanlayolmabdiman demoqchi bo'laman. Albatta u savillik bor. U savillik biz ham benda bo'lgandan keyin biz davomli hukumat qurib chiqqan odam emas biz. Bizning har qanday inson bu hukumat qurishni, hukumatimiz qurilgan hukumatda, masalan, bir mustaqil davlatlarda bu hukumat allaqachon qurilib bo'lgan hukumat. Amerika bo'lsin, Saudiya Arabiston bo'lsin, Turkiya bo'lsin, har qanday dunyoda 200 davlat hammasi hukumat qurib chiqmadi. Allabir mavjud bo'lgan bu hukumat, burun qurilib bo'lgan. Bularning hukumatga qaragan vaqtida bizning bu yangi qurilgan hukumat nihoyatda
mushkul bir masala bo'lgan gapki. Buning mushkul bo'lishi biz bu Xitoydan eliganda agar Xitoy bizga osh bersa, non bersa, bizni ya'ni ulmasa, tillamasa, bizga bizning bir irqchilik qilmasa, ya'ni bizga ancha-muncha huquq bersa, biz barabar yashaydik desak, Xitoy buni ancha qabulab ketmaydi. Xitoy buni davomli o'zi ham deyil ekan. Biz Abdunum rayon, Abdushinjan Uyg'ur Abdunum rayon qurib berdik. Bunun ismi Şinjan Uyghur Abdunum rayon emasmi? Uyg'urlarni asos qilmadikmi? Biz Uyg'ur desak, biz qabulmaymiz. Abdunumya desang qabulmaymiz. Mushkillarni sizlar vatanga borganda dedimi Xitoy hukumati yo o'zlariniki shu dunyo siyosiy vaziyatidan chiqargan yakunlarmi? Burun bu siyosiy vaziyatdan chiqargan yakun, o'zimizningki tajribasiga asosan chiqargan yakun. Eningdekin biz hatto men sharq vatanga ziyoratga borgan vaqtimda ham dadamning o'limi munosabati bilan Xitoyda ham mushu masalani o'tirib qo'ydi. Qo'ygan vaqtida mening bergan javobim ham mushu. Bu vaqtida hozirga qadar men rasmiy bir sildek, ya'ni muxbir deb, o'zini bir muxbir deb atagan kishiga meni oldimga kelmadi. Bu to'g'riliq men jamiyani bu vatanga masalan. Bu fursat bo'lmadi. Fursat bo'lmadi. Shuning uchun bu vaqtda sizning so'rgan savollar bek urilib yaxshi savol bo'lganligi uchun men javob berishni qalab javob beryapman. Onun için birinciden men ma'nini javob beray, haligi gapga. Sizlar shunda sil hukumatni silib qo'llar. Hukumatni o'zlari dunyoga sanisi ko'tarib elchiqlar, shunda da'vatlar. Buni boshsizlar, injenerlar, anda bo'lsa nimishqa bo'lsinlar 5 bu kun keladi. Nima uchun boshqa hukumatda tortib olamiz deydi, tortib oldik deydi. Anavarni yolg'iz qoldirdik deydi. Bu nima gap demoqchi bo'lsizlarda? Rasmiy olarak so'rayapsizlar. Bergan javob shu. Bizning millat qul millatlar emas, mahkum qul millatlar emas. Nima demoqchi bo'lganim? 250 yillik tarixning ichida qulning quli bo'lib yashagan bir millatmiz. Biz nadan bir millatmiz yani. Nadan millat. Yaxshini ta'bir qilishni bilmaydigan, yomonni ta'bir qilishni bilmaydigan. Yaxshi bilan yomonni bilmaydigan, haq bilan qorni farq etolmaydigan, masalan, do'st bilan dushmanni farq etolmaydigan, haq bilan nohaqni farq etolmaydigan, to'g'riliq bilan botilni farq etolmaydigan. Demak, o'zi inson qarsangiz, ko'zi bor, burni bor, quloqi bor, og'zi bor, masalan so'zlaydigan, puti bor, mangadigan qarsangiz insonga o'xshaydi. Lekin bu insonlarga o'g'itib qilamiz insonga. Lekin bu insonlarga eng muhim narsa nima desangiz, aql. Janob Alloh bu aqlni bergan bilan bu inson har turli sabablar tufaylidan bu aqlni ishiltish. Bu masalada hech qanday bir iqtidor bo'lmaganlikdan buni demak boshqalar kontrol qilib turgan gap. Bizga adam lazım. Biz hükümet qurish uchun bo'lsin, boshqa har qanday milliy inqilobda, milliy harakatda, ya'ni yig'ilishda, majlisda, qurultoy bo'lsin, har qanday ishda masalan bizga odam lazım. Bu ishni biz bu milliy mujodilani odam bilan qilamiz. O'zini xalqimiz bilan qilamiz. Buni bir kishi qilib buni o'tishdan chiqadigan ish emas bu. Ham bizning majburiyatimiz emas bu yani. Elmi saxtin biri ta Cenab-ı Allah bu dünyayı yaratıp mesela Adem Aleyhisselam'dan tatip ta hazırlık kadar mesela de. Ta Adem Aleyhisselam'dan tatip bizim en ahirki peygamberimiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar peygamberler koygan bizden Allah'ın ki yani talebi neymi deseniz yüzünün bir kişilik, yüzünün peygamberge has rulun cari kıldı. Bunu da hiçbir zaman sen dünyada gelmeden İslam kılıp gitsen mesela de, doğru yolda selip gitsen, deyilgan mecburiyetini Allah kılmadan. Hatta peygamberliğim kılmadan bu işini. Ne yapıştık emez mi? Şunun için biz bu her kanda bir işini oturup çıkınız diye mesela Allah rızalık için mesela bulak mı, zulümün içinde yaşavatkan halkımız için bunda bir hareketni o'tirib chiqimiz, xalqimiz uchun ya'ni biz bir manfaatli ish qilamiz deymiz. Buningda har bir kishi o'zininki
o'ziga tushgan vazifani ado qilgan. Shaxsan men hozirga qadar o'zimga tushgan bir kishilik vazifamni ado qilib keldim. Ma'qul. Men bunga javobgar. Sizlar yana cho'ylab berib aniq keldigan gap bu zot nima shunda bo'ladi deysiz. Bu oddiy gap, chunki biz Xitoyni ho'kirtayotgan bir qancha zamondan beri, bular 70 yildan beri Xitoyni masalan iqtisodiy jihatdan butun Xitoyni beqiyotgan. Nima uchun? Butun yer osti, yer usti boyliklari bilan bizning zamin shu qadar munbat, zengin, bepoyon bir zamin. Xitoyning 6dan 1 qismini tashkil qiladi hozirgi vaziyatda. Resmiy ma'lumotda. Lekin bundan chiqayotgan boylik, bundan Xitoyning qanchalik foydalanishi hammamizga, foydalanayotganligimizga aniq. Mushunday bir sharoitda Xitoyning bundaq bir tuproqni qo'ldan berishni hargiz istamaydi Xitoy. Uning uchun birga yashaymiz Xitoy bilan. Demokratik mamlakat bo'lsin Xitoy, masalan, Amerikadek. Biz shu Xitoyning yashayotgan 100 dan ortiq, ya'ni Xitoy bo'yicha, ya'ni necha 100 dan ortiq asonliq millatlar Xitoydan boshqa. Shuning birisi bo'lib, yoki bo'lmasa Xinjiang degan yerdagi masalan, Sharqiy Turkistondagi masalan bizningcha. Shuningda yashayotgan yana 15, 20, 30 xil millatning birisi bo'lib Xitoy bilan birga demokratik Xitoyningki Əmrlasıda asasida yaşaymiz desangiz, Xitoy ancha-muncha qo'llab ketmaydi. Nima ketmaydi? Hatta buning unug'isi yo'q. Masalan, bu ism yo'qolib ketsa, bu tarixni yo'qolib ketsa, butun Xitoy olib kelsa, u texmi deb qo'shiladi. Hech bo'lmagan vaqtida ikki turlik optionni, ikki turlik seni tanlash huquqing bor. Agar tanlash huquqing bor seninki, qaysini tanlaysan desa, biri Sharqiy Turkiston degan bu yurtning, bu zaminning sendan butunlay ajrab chiqdi, mustaqil bo'lib yashashi. Buni tanlamsan, ya'ni buni ixtiyor qilamsan, yoki bo'lmasa bu zaminninki sana bog'liq. Cumhuriyet Cumhuriyetining bir partisi bo'lib, demokratik bir davlat aslida, kommunizm degan narsa tugadi zaten. Bizning sababimiz ham tutib turyapti, bizning tutib turishchilar ya'ni. Gelecekte bunun zaten demokratik bir din, Xitoy bo'lganlik o'zini biladi buni. Shu vaqtida qanday yashaysan, mahaqqidan yani sen mahaqqiga avtonomiyalik huquqini berib, o'zini idora qilgan amnistiya yurtining egisisan. Qonunga turasan desa, albatta bu ma'noga turadi. Ikkinchisiga turadi. Albatta ikkinchisiga turadi bular. Shuning uchun biz davomli Sharqiy Turkistonning istiqloli uchun kurash qilayotganda Xitoyning yo'qchi o'bukti bo'lgan gap. Shuning uchun mayli yurtning ichida bo'laman, mayli yurtning teshida bo'laman, mayli Qashqarda bo'laman, Urumchida bo'laman, G'o'jida, Yarkanda bo'laman, yoki Washingtonda, Munixda bo'laman, Berlinda bo'laman, Saudiya Arabistonda bo'laman, Istanbulda bo'laman, biz davomli yo'qchi o'bukti bo'lamiz. Uning uchun shaxsan men garchi o'zim 27 yildan beri Amerikada, bo'libmi Washingtonda 24 yildan beri 1988 yilda kelganman Amerikada. Harakat qilayotgan bo'lsakmi, davomli Anvar Yusuf Xitoyning yo'qchi o'bukti bo'lib kelgan. Buning tafsiliy faktlari bor. Bunimizda dalil isbotlari bor. Shuning uchun bu o'bukti bo'lib keldik hozirga qadar. Hatta uning Xitoyning ham yo'qchi o'bukti emas yani. Hatta o'zimizning xalqimizning ichidagi shu vatanimizning hurriyatini istaydigan, hatta eg'izda bo'lsa-mu Sharqiy Turkistonning mustaqilligini istaydigan tashkilotlarning shu bir guruh insonlarni ham yo'qchi o'bukti bo'lib keldik. Biz bir ejinishlik masala bor bu yerda yani. Biz Xitoyning bu yo'qchi o'bukti bo'lgan yani. Bu e'lon qilinadigan ish emas. Hech kim e'lon qilmaydi buni, chunki Xitoy dushman. Ammo bu bo'layotgan narsa bizdan turgan taqdirdimi, ya'ni men Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xohlaydim degilik turg'uliq. Men Xitoy hurriyatini xohlaydim degan deb turg'uliq egizdi bo'lsin. Yana bizning, yana Anvar Yusufning, yana Sharqiy Turkiston surgun hukumatiningki, ya'ni ular tarafidan yo'qotilish, o'buktiga bo'lash bu albatta e'tiborli bir masala.
To'g'ri, ko'p yaxshi gap qildilar. Men Bu vaqtda nima bo'ldi deb vaqtida demak bu qarshi chiqayotgan bu qarindoshlarimiz bu Xitoyning natijasi vashi bir insonlar bo'lgan bo'ldimdi bu. Xitoyga shunday bo'ladi ham düşmedik. Ama o'zimizdan turib, hedef o'xshash turib yetmoqchi bo'lgan yani. G'oya o'xshash turib biz ko'rayotgan zulm o'xshash bo'lsa, g'oya o'xshash bo'lsa, sen nima qilib Xitoyni bekret bizga qarshi chiqsan yani. Hozirga qadar biz tarixdan beri Sharq Turkiston xalqi biz boshqalar bakadimaka bo'lib, yaqin tarixdan beri hujum qilmadik. Davomli o'zimizni qo'g'dash holatda. Shunday mushtaq emasmi? Sharq Turkiston hukumati qurdik 30-yil Qashqarda. Enindagi G'uljida qurdik. Hozirga qadar yurtning qurimiz da'vat emas, qurolmasakmi? Yurtning teshida bo'lsinmi? Sharq Turkiston surgun hukumatini qurib chiqdik. Masalan, bunning hammasini mo'tsi biz hargiz boshqalarning Urusning yoki bo'lmasa boshqa birisini, ya'ni Angliyaning, Amerikaning yoki Urusning bulaqma Xitoy hujum qilganimiz yo'q bizning. Faqat o'zimizni qo'llashdan qilayotgandir bu. Bularning hammasi shuning uchun hozirga qadar shaxsan men Anvar Yusuf men hech kimga hujum qilmadim. Xitoyga hujum qilganimiz. Hujum demak ne demak? Mayli biz shaxsiy nomimizdan Anvar Yusuf uçup berib Sadece Sipinning ustiga besib kirib Xitoy hujum qilsa, yoki bo'lmasa butun Sharq Turkiston xalqi birlashib turib biz Sadechin nimasini Sipinni besib kirib Beijingni, Shanxayni, Guangzhou'ni qorshab elib Xitoyni ishg'ol qilgan bo'lsa, endi bu hujum bo'ladi. Biz buni qildikmi? Qilmadik buni. Bular yaqin tarixda bir bunday ish yo'q. Shaxsan men Anvar Yusuf bular sutun bilan mayli tashkilot quraydi. Mayli hukumat quray. Men hech bir zaman boshqalarga bo'libmi o'zimizning ichidagi biz ham vatan millat uchun xizmat qilmoqchi edik. Biz ham vatan millatni yaxshi ko'rdik. Degan shuning uchun biz harakat qilyapmiz, tashkilot quryapmiz, namoyish qilyapmiz, konferensiya qilyapmiz, qurultay qilyapmiz degan hech qanday bir insonga hujum qilmadik, uning aksincha taqdirladik, quchoqladik, peshonasidan so'ydik. Anda o'ga nima deyapti degan vaqtida bizga shunday harakat kerak. Bu madem hedef o'xshash, g'oya o'xshash, bu g'oyaga biz o'xshamagan yo'l bilan yo'lni istaymiz yani. Bir xil yo'lni tutib bo'lmaydi buningda. Bir xil yo'lni tutib bo'lmaydi. Bir to'g'ri bo'lsa, agar shu bir xil yo'lda menish orqali shu zaman qancha tez bu Sharq Turkistonning ozodlikka yetaradigan ish bo'lsa, buni tutuni. Madem bunun imkoniyatlarimiz yo'q ekan, xalqimiz bunga hozir emaski vaziyatda ekan, anda o'g'anda ekan, demak o'xshamagan sharoit ostida, o'xshamagan joyda, o'xshamagan masalan qarindoshlarimiz mumkin, masalan fidokorlik orqali biz milliy da'voyimizni qadamma-qadam elib borsak, inshaalloh Janob Alloh bizga hidoyat beradi, bu maqsadimiz yetimiz degan gap. Shuning uchun biz demak hozirga qadar mana mush niyatda niyatimiz to'g'ri, qilayotgan harakatimiz to'g'ri, birisiga hujum qilmadik, Xitoyga ham hujum qilmadik. Faqat o'zimizni qo'llash, o'zimizning Xitoy tarafidan talon-taroj qilingan, Xitoy tarafidan beslangan ziminimizni qaytara olamiz deydi. Bu bizning haqqimizdir. Boshqalar uchun shunday. Rahmat deganlarga, ammo vaqt qisqa qoldi. Men sizdan bir qisqa savol so'rayman. Birinchi savolim, sizdan demoqchi bo'lganlarimdan men shunday xulosa chiqardim. Ya'ni men bir mustaqil chet elda surgun bir hukumat qurdim. Ammo mening mushu hukumatdan chiqib ketishimga sabab bo'lganlar ikki xil dushmanlar. Birisi meni yo'q qilmaydigan Xitoy edi, birisi o'z millatimning Uyg'urlar edi. Uyg'urlar meni yo'qotdi, surgun hukumatidan chiqaryapti. Ya bu yo'q, bo'lmasini yo'qotib to'xtatibsizlar. Bir masala deb qo'ymaysizlar. Siz deysizlar. Qisqa desam so'rang. Uyg'urlar garchi meni yo'qotmasmi, surgun hukumatidan chiqaryapti, yolg'iz qoldim. Ammo men Xitoyga borsammi, Xitoylar meni yo'qotmaydi demoqchi bo'ldimmi? Hozirgi gaplarni shunday ma'lum. Hozirgi masala bo'lsa, bu nurg'un masala bor. Hozir Sharq Turkiston surgun hukumati qurilganga hozir 7 yil qoldi. Albatta. Buning ichida bu jarayonda nurg'un tarixiy ya'ni jarayonlarni beshimizga o'tkazdik masalan. Garchi muddat qisqa bo'lgan bo'lsa, zaman 8 yillik muddat. Ammo beshimizga kelgan masalan bizning har turli kulpatlar, kelishmasliklar, to'solg'alar, masalan
Sizden 25 yılda bir görüşüyaplam, 8 yılda bir görüşüyaplam, bunu hemen halkımız anlatanmayız bunun da. Nurgun meselesi var. Ve de hükümet kurup, kurulgandan keyin qanday qilib masalamda parçalanish bo'ldi hukumatda. Nima uchun sizni masalamda Anvar Yusufni hukumatdan chiqarib etdik deydi. Shu qadar hukumatni qurgan odam men to'sam, injener men to'sam. Masalan, buni hukumatdan chiqarib etsa, hukumatdan chiqarib etish bo'ladi. Bu hayron qoldigan ish emas. Bu chiqarib etsin agar menda qilchi menda bir xatolik bo'lsa, savillik bo'lsa, shundaymi? Endi mush vaqtning o'zida meningdan obdarroq hukumatni masalamda suydigan. Buni elib mang'adigan, boshlab mang'adigan iqtidorli odam bo'lsa, buni qilsin. Agar bunda qilgan odam bo'lmagan sharoitda, bo'lapmi? Mendan o'tgan savillikda dalil isboti bilan o'tirib chiqishga masalan hech qanday bir chiqolmaydigan vaqtida zat nima shunday qilasan desa hech qanday narsa yo'q. Taladiki ekib juygan masalan fitna fasad deymiz biz hamda. Yolg'on, bo'hton, xalqning og'zidagi. Xalqning og'zida bo'lganda bizning aşı mush hukumat qurilishdan burun, hatto qurilish arifsida davomli mush hukumat qarshi chiqib turayotgan, hukumat qurilmasin deyotgan, Xitoyda bekrak biz hujum qilayotgan, mushundaq naahli, vatan xoini, sotqin, aqldan ozgan odamlarning tarqatgan gapiga asosan Anvar Yusufni hukumatdan chiqardik deyishi bu insonlar uchun, bu insonlardagi aqlsizlik, vijdonsizlik, nanko'rlik masalan bir ishdi. Bular men sizga bir misol deb beray. Men Saudiya Arabistonga kelishda o'zimning tuqquniga xabar berdim. Men ketib boraman. Aile balachaqalarimni umri ketib boraman. Ammo bu masalani Anvar Yusufning ketib borganini sizlar bilinglar. Boshqaning qilib anlanmasin. Undaq deganligim men berib, ya'ni men bukib olaman. Mahbim kelib deganligim emas. Unda deb o'ylab qolmadim. Men chegarada o'tib bo'lgandan keyin, avalimdan salomat chiqqandan keyin men oshkora Alloh bilan ko'rishaman, boshqa umr qilaman. Men asosiy jihatdan men ibodat uchun ketib boraman yani. Allohning joyiga. Ening asosli umri. Eningdan keyin men Alloh bilan ko'rishaman, yurt jamoat bilan ko'rishaman, Turkistonlik jamoatlar bilan ko'rishaman. Hatto dunyo jamoati bilan ko'rishaman imkoniyatdan yetishcha dedim. Ammo boshqalar uqmasin dedim. Nimishqa degan vaqtida bizning bunimizda bunimizga chiqib ketgan edi. 5 yil kelmagan ish qolmadi. Demak, biz Xitoyga qarshi hukumat qurganligimiz uchun, biz cho'ng ish qilganligimiz uchun davomli tarixiy cho'ng muhim sharafli ish qilgan insonning oldida shu qadar to'sqinlik bo'lgan gap. Ma'lumda hukumatning ustiga yeni boshqa bir hukumat qurganliklar nima deylasizlar? Deb javob beraman. Vaqt az qoldi. Javob berdim. Menga qisqa masala men javob berayim. Bu buni har qanday sabab bilan aytadigan gap masalan. Aynan keyin bu nima uchun shunday dedim degan vaqtida hatto sizlar bilan birga biz Makkaga keldik 8-kun bo'ldi ben Makkaga keldik keyin Arabistonga keldik hamda ko'rishib bo'ldi. Bizda bir gap bor. Jilandan qo'rqib ketgan og'amchi ko'rsin qo'rqaydi. Sut og'zi ko'ygan qatiqdan pudab deydigan bir gap bor. Biz shu qadar ehtiyot qilgan bir vaziyatga keldik. Nurg'un narsa o'rgandik. Shu vaqtida ben masalan ismen bir masalani misol qilaman. Qandaq meni qandaq avalosida qandaq ziyonkashlik uchirdim. Boshqa o'zimning qarindoshlarim tarafidan. Mening qarindoshlarim qandaq qilib masalamda meni ziyonkashlik qilish orqali bilib bilmay maqsadlik yoki maqsadsiz Xitoyga qandaq foyda yetkazdi. Men shuni demoqchiman yani bu yerda. 2004-yili 9-oyning 14-kuni biz Amerikada Washingtonda biz hukumatni qurib dunyoga e'lon qildik. Havolada bor. Endan keyin hukumat qurilib, ya'ni 7-8 oydan keyin men Istanbulga Bursada o'chirilgan bir yig'inga da'vat etdik.
bir İstanbul aşağı borsununki şey bir Yalova. millet ya Yalova'daki aşağıdaki Türkistanca hükümet adamlarının mesela şehir başkanlarının daveti bilen Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin yani başbakanı bulaş bütün bilen men yığında davet kılındım ki şu yerdeki toplanılan dünya Türk milletlerinin toplanılan bir nimede yani mecliste toplantıda Şarkı Türkistan'ın davasını oturup bu yaz. Ulapma yakında kurulan Şarkı Türkistan hükümetini yani başka Türk tanıdaşlarımızı bildiriyor. Muş maksatı men kemlekçi oldu. Tayarlatıldım. Keldim. Menden başka hükümet ki meselemde, hükümetin içindeki azalarımızın hemmesi men qarab turdi meselemde. Mening kelishimni kutib turdi, lekin men kelgan vaqtida darvozada qoldi. Kirgizmadi. Atrofimni Vizi bergenmedi. viza bergan. Chunki men Amerika vatandaşı bo'lib, men Amerika pasporti bilan keldim yani. Men 1998-yil Amerika vatandaşı bo'lib bo'lgan. Amerika pasportidan Turkiya Amerika pasporti uchun vizani beradi. Bizini hem nimede turvatkan yerinizde alsanız burada, Washington turvatkan bolsun, Washington'da elçihanını alasınız, Kaliforniya turvatkan bolsun, Kaliforniya'dan alsanız, ayak bulmasa, anda kılmay, udulsuz kireyverirsiniz, havalarından ucuda sizge tam vurdu kılırız. Uçak içinde ayar ilanı aldıkları hatalar emez, ağam bolsa bu da kirgizmiş. Yok, yayınlık emez. Enin adı geldim mi? Enin adı da 2001'de ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye tukkan güreşçin geldim. Kardeşim mesela Türk bizim muhtar ballarıyla çıktı. Ben Amerika'ya baray degendim yani yolu olmay kaldı. Hiç olmadan sen gidip geldim. Mağa kadar ben şu vaxtıda şu pasportla Amerika pasportla geldim. Amerika ben konsulxanada izlemedim ben. Udul geldim. Nimege? Havalandaki Atatürk Havalimanı'ndan vize tipirdi. Vizemi de kılıp market ekran. Çaplap koydu çıkıttı. Uçaktaki Enver Yusuf Başkanı. Okşaş. Makinik Enver Yusuf Başkanı. Okşaş mı? Başminister. O ucatın doğru. Ucatın farkı var. Demek men şunda ama şunda bulavatkandı ki demek pasportum bir geldim. Men pasport kontrolü ötediği vaxtıda şu vaxt men pasportu bir qaldı, mənə bir qaldı. Şuna mən telefonu aldı, nima dedi? Polis memur. Etrafımda 15 kilo polis borçlu. Şuna bilen Başbakanlıktan emir var dedi. Enver Bey, kusura bakmayın. Başbakanlıktan bizge emir var. Siz çıkaramayız, siz Türkiye'den içine çalışma ruhsat yok. Elan kaldım yani. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Hem başbakanlık degendeken hem de başbakanlık degendeken hemen söz içirdim. Başbakanlık degen buna parlament var yani. Parlament var bunun. Bütün milletvekillerinin kararı degen bu demdir. Başbakanlıktan emir var deydi hem de onun nimo yüzü bilirdim Türkiye hükümeti. Yani ben bunu dakal düşündüm. Lekin köp geçindim. Aslında toxtu bilmezsem bunu hezim kılmak benim için. Bugünkünde biz Türklerdim yani. Biz Türk bir milleti. Bir mazlumdur bir halkımız yani. Müslüman halk. Özümüzden halk edin. Türk halk edin. Bulapın Türkiye hükümetinden. Başkalardan Türkiye'nin ümit qargan vaxtıda beklentilerimiz geldi. Türkiye'den elbette çıkmaya saklayınız da kütümüz. Şunun için bununla köp nait təsir kılıyor. Şunda bolsa mu yana bunu düşünüşkü buludu. Devamlı bu Türkiye demeklik bilen Xitay bilen özününki yani münasebetini saklap keliş üçün, özünün devlet menfaati üçün, özünün şəxsi məsələn menfaati üçün gapni texidinmi uçuqra qılıb etqan vaxtıda bizim yana qurban qılgan. Şunun bilen Anvar Yusuf 10 saat Atatürk havalimanında qaldım menin alip baran kelgiçe bizim Washington'dan gittiler. Men Münih arkalık kelgen, yani şu Münih arkalık gitişim lazımda. Şunun bilen men demek kelgen yerimge qaytışıp mezgil oldu. Demek muşu mezgilde bunu anlayan menin qarindaşlarım qancha üzülgende o da oylaptım men yani. Bular hükümetning işidiki. Bular belkim her jihatdan bular yani bu yani yaxshi kelishmaslik bo'ldi. Yaxshi bo'lmadi deb o'ylabdim men. Keyin anlasam 3 kundan keyin men olgan xabar qargan vaqtida telefon keldi qarasam men Washingtonga yetib berib nima degan demak 2 hafta men Almaniyada qoldim, Germaniyada. Tekrar kirish uchun g'ayrat qildim. Udullar men Washingtonga ketmadim. Keladigan vaqtimda Münih bilan kelgan.
3 gün turup Münih'te verdik yurttaşlar bilen görüşüp enindeki men İstanbul'a gelgen, Türkiye'ye gelgen yani. Demek ketişti mi yani şu KG yoldan ketiş doğru geldi. Ama men överdi udullam kayıtmazdan överdeki Türk karındaşlarımızla ahvalını anlattım. Överdeki Türkistan'cı, bizden Şarkı Türkistan sürgün hükümetini kollap kuvvetligen, bunun kurulğalıqı hoş olan mübarekligen karındaşlarımız meni otura gelip bular 5-6 şerge verip, överdeki Türklerinin destekini elip bular, Frankfurt'u verip, bu yerdeki gazete, Türkiye'nin gazetesi, Türkiye mesela Zaman Gazetesi'ninki binasını verip, överdeki Türkiye radyo, televizyon idarlarını verip Türklerininki. O var şu yerde meni sözlük, neymi kaldı yani, davanı anlatışka teklif kıldı. Bu laf mı zaten hazır